Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani, ya'ni O'zbekistonda ishlovchi pensionerlar pensiyasini indeksatsiya qilish, ayniqsa avgust oyida bo'ladigan o'zgarishlar haqida batafsil gaplashaman. Bu mavzu faqat pensionerlar uchun emas, ularning farzandlari, buxgalterlar, kadrlar bo'limida ishlaydiganlar, ish beruvchilar va oilasida nafaqaxo'ri bor har bir inson uchun juda muhim. Chunki amaliyotda ko'p odamlar bitta savolni berishadi. Men pensionerman, lekin ishlayapman. Avgustda pensiya oshsa, menga ham oshadimi yoki faqat ishlamayotgan pensionerlargami? Yana bir savol. Ishlaganim uchun pensiyam kamayib qolmaydimi? Pensiyam qayta hisoblanadimi? Buning uchun ariza yozish kerakmi yoki avtomatik bo'ladimi? Bugun men shu savollarga oddiy tilda, misollar bilan javob beraman. Ma'lumot juda muhim. Chunki birgina noto'g'ri tushuncha sabab odam oyma-oy o'ziga tegishli pulni olmasligi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men shu kanalda pensiya, nafaqa, ish staji, mehnat huquqi va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avvalo, masalaning ildizini tushunib olaylik. Pensiya tizimida ikkita tushuncha bor. Pensiyani indeksatsiya qilish va pensiyani qayta hisoblash. Ko'pchilik shu ikki narsani aralashtirib yuboradi. Indeksatsiya degani davlat tomonidan belgilangan tartibda pensiyalar miqdorining oshirilishi. Masalan, prezident farmoni yoki qarori bilan pensiyalar, nafaqalar, ayrim ijtimoiy to'lovlar ma'lum foizga oshiriladi. Bu odatda inflyatsiya, yashash xarajatlari, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar narxi oshib borayotgani sababli qilinadi. Ya'ni pensionerning daromadi narxlar o'rtadan juda o'rta qolib ketmasligi uchun pensiya oshiriladi. Pensiyani qayta hisoblash esa boshqa masala. Bu pensioner ishlashni davom ettirgani, qo'shimcha ish staji hosil qilgani, rasmiy ish haqi olgani, pensiya jamg'armasiga badallar hisoblanganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlasa, ma'lum shartlarda uning pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Endi ishlovchi pensionerlar bo'yicha eng ko'p uchraydigan tushunmovchilikka kelamiz. Ko'p yillar davomida odamlar orasida shunday qo'rquv bo'lgan. Agar pensioner ishlasa, pensiyasi to'liq berilmaydi yoki oshirilmaydi. Haqiqatan ham ayrim davrlarda ishlovchi pensionerlarga pensiya to'lash tartibida cheklovlar bo'lgan. Masalan, ayrim toifadagi ishlovchi pensionerlarga pensiya to'liq emas, qisman to'langan holatlar bo'lgan. Shu sababli bugun ham ko'p odamlar eski ma'lumot bilan yashaydi. Lekin hozirgi amaliyotda asosiy tamoyil shuki, agar fuqaro pensiya olish huquqiga ega bo'lsa, u ishlayotgani uchun avtomatik tarzda pensiya indeksatsiyasidan mahrum qilinmaydi. Ya'ni pensiyalar oshirilsa, ishlovchi pensionerlar ham odatda ushbu oshirishdan foydalanadi. Albatta, har bir oshirish bo'yicha alohida hujjatga qarash kerak. Lekin umumiy qoida shundan iborat. Pensiya oluvchi shaxs ishlayaptimi yoki ishlamayaptimi? Pensiya miqdori belgilangan tartibda oshiriladi. Avgust oyiga kelganda esa ko'pchilik aynan shu davrda pensiyalar oshishi, indeksatsiya bo'lishi, qayta hisob-kitob boshlanishi yoki yangi miqdorda to'lov kelishi mumkinligini kutadi. Shuning uchun men bugun avgust oyidagi holatni amaliy tomondan tushuntiraman. Kim kutishi kerak, kim vahimaga tushmasligi kerak, kim hujjatlarni tekshirishi shart. Asosiy kesim biri nimalarni bilish kerak. Kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasligi kerak birinchi muhim qoida. Agar pensiya umumiy tartibda oshirilsa, ishlovchi pensioner ham buni kutishi mumkin. Masalan, pensioner 68 yoshda maktabda qorovul bo'lib ishlaydi. Pensiyasi 1.200 ming so'm. Davlat pensiyalarni deylik bo'lim foizga oshirish haqida qaror qildi. Bunday vaziyatda uning ishlashi indeksatsiyaga to'sqinlik qilmasligi kerak. Natijada pensiyasi taxminan 1.220 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu yerda men taxminan deyapman, chunki aniq hisob pensiyaning tarkibiga, qo'shimcha to'lovlarga, eng kam pensiya miqdoriga, ustamalarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. Ayol kishi 6 yoshda pensiyada, lekin poliklinikada hamshira bo'lib yarim stavkada ishlaydi. Uning pensiyasi 1.500 ming so'm. U oylik ham oladi, pensiya ham oladi. U avgustda pensiyalar oshsa, men ishlayapman, menga oshmaydi deb o'ylamasligi kerak. Agar u rasmiy pensiya oluvchi bo'lsa, pensiya tizimidagi indeksatsiya unga ham tegishli bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Erkak kishi pensiyaga chiqqan, lekin xususiy korxonada ustachilik qiladi. Mehnat shartnomasi bor.
ish haqi plastik kartaga tushadi, soliq va ijtimoiy badallar hisoblanadi. U nafaqat indeksatsiyani olishi mumkin, balki ayrim holatlarda keyinchalik pensiyasini qayta hisoblatish masalasini ham ko'rib chiqishi mumkin. Chunki u pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan davrini isbotlay oladi. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi xavotir olish kerak. Pensiyasi juda kam ko'rinayotgan, lekin uzoq yillik ish stajiga ega bo'lganlar. Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi eng kam miqdorga yaqin. Bunday holatda hujjatlarda ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi. Eski korxona arxividan ma'lumot olinmagan bo'lishi, ish haqi haqidagi ma'lumotlar yetarli bo'lmasligi mumkin. Indeksatsiya bu muammoni to'liq hal qilmaydi, faqat mavjud pensiyani oshiradi. Agar pensiya avvaldan noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin ham u pastligicha qolishi mumkin. Ikkinchi xavotir guruhi norasmiy ishlayotgan pensionerlar. Masalan, pensioner do'konda sotuvchi bo'lib ishlaydi, lekin mehnat shartnomasi yo'q. Oylik naqd beriladi. Bu odam pensiyasini oladi, lekin ishlagan davri keyinchalik rasmiy staj sifatida ko'rinmasligi mumkin. Agar kelajakda pensiyani qayta hisoblash masalasi chiqsa, norasmiy ishlagan davrni isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensioner bo'lsangiz ham, ishlayotgan bo'lsangiz rasmiy ishlang. Bugun qulay tuyulgan norasmiy ish ertaga pensiya hisobida zarar keltirishi mumkin. Uchinchi xavotir guruhi tashkilotda ishlayotgan, lekin kadrlar bo'limi yoki buxgalteriya tomonidan ma'lumotlari noto'g'ri yuritilayotgan pensionerlar. Masalan, pasport ma'lumotlari eskirgan, JSSH noto'g'ri kiritilgan. Mehnat shartnomasi elektron bazada ko'rinmaydi. Ish haqqi hisobotlarda to'liq aks etmaydi. Bular oddiy texnik xato bo'lib ko'rinsa ham pensiya masalasida jiddiy oqibat berishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz rasmiy pensiya olsangiz, pensiya kartangizga har oy vaqtida tushayotgan bo'lsa, ish joyingiz rasmiy bo'lsa, mehnat shartnomangiz bor bo'lsa, soliq va ish haqi tizimida ma'lumotlaringiz to'g'ri yuritilayotgan bo'lsa, umumiy indeksatsiya bo'yicha alohida vahima qilish shart emas. Odatda bunday oshirishlar avtomatik amalga oshiriladi. Siz faqat miqdorni tekshirib borishingiz kerak. Yana bir muhim masala, avgust oyida pul qachon tushadi? Odamlar ko'pincha oyning birinchi kuni kartani tekshiradi va pul tushmasa, darrov menga oshmadi deb xulosa qiladi. Pensiya to'lovlari hudud, bank, pochta, moliyalashtirish jadvali, bayram yoki dam olish kunlariga qarab turli kunlarda tushishi mumkin. Shuning uchun birinchi kunning o'zida xulosa qilish to'g'ri emas. Agar odatda sizga har oyning 5 sanasida tushsa, avgustda ham shu atrofda tushishi mumkin. Agar oshirilgan miqdor bo'yicha farq bo'lsa, u ayrim hollarda keyingi to'lovda kompensatsiya qilinishi mumkin. Lekin bu holatni aniq bilish uchun pensiya jamg'armasi bo'limidan ma'lumot olish kerak. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Indeksatsiya har doim ham hamma uchun bir xil ko'rinmaydi. Masalan, rasmiy xabarda pensiyalar 10% ga oshiriladi deyilsa, odam o'z pensiyasini kalkulyatorda 10% ga oshirib, aniq shu summa tushishi kerak deb o'ylaydi. Amalda esa pensiyaning tarkibi bor. Bazaviy miqdor, ustamalar, qo'shimchalar, eng kam miqdorga yetkazish, ayrim toifadagi imtiyozli to'lovlar. Ba'zi qo'shimchalar indeksatsiyaga qo'shilishi mumkin, ba'zilari esa alohida tartibda hisoblanadi. Shuning uchun aniq raqamni ko'rish uchun shaxsiy pensiya hisob-kitobini tekshirish zarur. Ikkinchi nozik jihat. Ishlovchi pensionerning ish haqi oshsa, pensiya avtomatik ko'tarilib ketadi degan fikr noto'g'ri. Pensiya indeksatsiyasi davlat qarori bilan bo'ladi. Ish haqingiz oshgan esa boshqa masala. Siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin yuqori maosh olgan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar kelajakda pensiyani qayta hisoblashda ahamiyatli bo'lishi mumkin, lekin har oy ish haqingiz oshib, pensiyangiz ham darrov oshadi degani emas. Uchinchi nozik jihat, pensioner ishlayotganini yashirishi kerak degan eski fikr ham noto'g'ri. Ayrim odamlar ishlayotganimni bilib qolsa, pensiyam kamayadi deb qo'rqadi. Agar siz qonuniy tartibda pensiya olayotgan bo'lsangiz va ishga rasmiy kirgan bo'lsangiz, buni yashirish emas, aksincha to'g'ri rasmiylashtirish kerak. Yashirin ishlash ko'proq muammo tug'diradi, staj ko'rinmaydi. Ish haqi tasdiqlanmaydi, mehnat huquqlaringiz himoya qilinmaydi. To'rtinchi nozik jihat, chet elda ishlagan davrlar. Masalan, pensioner oldin Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda ishlagan. Keyin O'zbekistonga qaytib pensiya olgan. Bunday holatda ish staji va pensiya hisob-kitobi xalqaro shartnomalar, arxiv ma'lumotlari, ish beruvchi ma'lumotlari rasmiy hujjatlar asosida hal qilinadi.
Oddiy og'zaki gap yoki eski ruxsatnoma yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda chet eldagi ish staji bo'lsa, hujjatlarni albatta tartibga keltiring. 5-nozik jihat: pensiyaga chiqqandan keyin yakka tartibdagi tadbirkor bo'lganlar. Pensioner ITT sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lishi, do'kon yuritishi, xizmat ko'rsatishi mumkin. Bu yerda ham savol ko'p. Men tadbirkorman, pensiyam oshadimi? Umumiy indeksatsiya bo'yicha siz ham pensioner sifatida qaralasiz. Lekin faoliyatingiz rasmiy yuritilishi, soliqlar to'lanishi, hujjatlar tartibli bo'lishi muhim. Agar keyinchalik pensiya hisobida ushbu davrni inobatga olish masalasi chiqsa, rasmiy ma'lumotlar kerak bo'ladi. 6-nozik jihat: pensiya tayinlangandan keyin hujjat topilib qolsa. Masalan, odam pensiyaga chiqqan paytda 20 yillik staji bilan pensiya tayinlangan. Oradan 2 yil o'tib, eski zavod arxividan yana 6 yil ishlagani haqida ma'lumot topildi. Bu indeksatsiya emas, pensiyani qayta ko'rib chiqish masalasi. Bunday holatda odam avgustda oshadi, kutib turaman demasligi kerak. Hujjat topildimi, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Chunki bu pensiyaning bazaviy hisobiga ta'sir qilishi mumkin. 7-nozik jihat: nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchini yo'qotganlik pensiyasi, yoshga doir pensiya bir xil emas. Ishlovchi pensioner deganda ko'p odam faqat yoshga doir pensionerni tasavvur qiladi. Lekin amaliyotda nogironligi bo'lgan shaxs ham ishlashi mumkin. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi shaxs ham ma'lum sharoitlarda to'lov olishi mumkin. Ularning har birida qoidalar alohida bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning pensiya turini aniq biling. 8-nozik jihat: avgustdagi oshirish bilan avvalgi qarzdorlik yoki ushlab qolishlar aralashib ketishi mumkin. Masalan, pensionerga avval ortiqcha to'lov bo'lgan, keyin ma'lum summa ushlab qolinmoqda. Yoki aliment, sud qarori, kredit bilan bog'liq ushlab qolishlar bor. Bunday vaziyatda pensiya oshgan bo'lsa ham, kartaga tushgan pul kutilganidan kam bo'lishi mumkin. Odam darrov oshmabdi deb o'ylaydi. Aslida esa ushlab qolish bor bo'lishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz, avgust oyida yoki undan oldin nimalarni qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensiyangizning hozirgi miqdorini yozib oling. Masalan, iyul oyida kartangizga qancha tushdi? Qo'shimcha to'lov bormi? Ushlab qolish bormi? Hammasini qayd qiling. Agar siz pochtadan olsangiz, to'lov varaqasi yoki kvitansiyani saqlang. Chunki avgustda taqqoslash uchun aniq raqam kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, rasmiy xabarlarni kuzating. Pensiya oshishi bo'yicha eng ishonchli manbalar prezident hujjatlari, hukumat qarorlari, pensiya jamg'armasi rasmiy axborotlari va tegishli vazirliklarning e'lonlaridir. Telegramdagi noma'lum kanallar. Qo'shnining gapi bozor ichidagi mish-mish asosida xulosa qilmang. Hamma pensionerga 2 barobar osharkan degan gaplar ko'pincha asossiz bo'ladi. 3-qadam, ish joyingizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Kadrlar bo'limidan mehnat shartnomangiz rasmiylashtirilganmi? Elektron bazada ko'rinadimi? Lavozimingiz to'g'ri yozilganmi? Ish boshlagan sanangiz to'g'rimi? Shuni so'rang. Buxgalteriyadan ish haqi rasmiy hisoblanayotganini, soliq hisobotlarida sizning ma'lumotlaringiz to'g'ri ketayotganini aniqlang. Bu ishni uyalmay so'rash kerak. Bu sizning huquqingiz. 4-qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Sizda pasport yoki ID karta, JSHIR, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi bo'lsa, uning nusxalari, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar bo'lishi kerak. Agar eski korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olishga harakat qiling. Ba'zan pensiya miqdorini oshirish uchun eng muhim hujjat aynan eski arxiv ma'lumotnomasi bo'ladi. 5-qadam. Avgust to'lov tushgandan keyin hisob-kitob qiling. Iyulda qancha olgan edingiz, avgustda qancha tushdi? Farq qancha rasmiy e'lon qilingan foizga mos keladimi? Shuni tekshiring. Agar farq tushunarsiz bo'lsa, darhol xulosa qilmang. Avval pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. 6-qadam, murojaat qilganda aniq savol bering. Masalan, mening pensiyam avgust oyida indeksatsiya qilinganmi? Pensiyam qaysi miqdordan hisoblangan? Ushlab qolishlar bormi? Pensiya tarkibida qaysi ustamalar bor? Men ishlovchi pensionerman. Qo'shimcha ish stajim pensiyamga ta'sir qiladimi deb so'rang. Umumiy nega kam tushdi degan savolga ko'pincha umumiy javob olasiz. Aniq savol bersangiz, aniq javob olish imkoniyati oshadi. 7-qadam, yozma murojaat qiling. Agar og'zaki javob sizni qoniqtirmasa, pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering. Arizada familiya, ism, otangizning ismi, JSHIR,
Yashash manzili, telefon raqam, pensiya turi, murojaat mazmuni aniq yozilsin. Masalan, mening avgust oyidagi pensiya to'lovim indeksatsiya qilingan yoki qilinmaganini, pensiya miqdori qanday hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizaga pensiya to'lovi bo'yicha ma'lumot, bank kartasi tushumi nusxasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat nusxasi ilova qilinishi mumkin. 8-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qiling. Har bir fuqaro o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga haqli. Pensiya bu sadaqa emas. Bu odamning yillar davomida qilgan mehnati, to'langan badallari, ish staji va qonuniy huquqi asosida beriladigan to'lovdir. 9-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar telefon, elektron xizmatlar, bank ilovalari, rasmiy saytlar bilan ishlashda qiynaladi. Agar ota-onangiz ishlovchi pensioner bo'lsa, ularning pensiyasi oshdimi, to'g'ri tushdimi, ish joyida hujjatlari to'g'rimi, birga tekshirib bering. Ba'zan bitta e'tibor butun yil davomida qo'shimcha pul olishga sabab bo'ladi. 10-qadam, norasmiy ishlashdan ehtiyot bo'ling. Men buni yana takrorlayman, chunki bu juda muhim. Pensiyam bor, mayli ish staji kerak emas deb o'ylamang. Bugun qonunchilik o'zgaradi, ertaga qayta hisoblash imkoniyati paydo bo'ladi. Lekin sizda rasmiy hujjat bo'lmasa, o'zingizga tegishli huquqdan foydalana olmaysiz. Shuning uchun ishlasangiz, mehnat shartnomasi bilan ishlang. Demak, asosiy xulosa shuki, ishlovchi pensioner bo'lish pensiya indeksatsiyasidan avtomatik mahrum bo'lish degani emas. Avgust oyida pensiyalar oshirilsa, umumiy tartibda ishlovchi pensionerlar ham bu o'zgarishdan manfaatdor bo'lishi mumkin. Lekin har bir odam o'z pensiyasi miqdorini, pensiya turini, ish stajini, rasmiy ish joyi ma'lumotlarini va to'lovlar tarkibini albatta tekshirishi kerak. Eng katta xato hammasi avtomatik bo'ladi deb umuman qiziqmaslik. Ko'p narsalar avtomatik amalga oshadi, lekin hujjatdagi xato stajning kiritilmagani. Ushlab qolishlar, eski ma'lumotlar yoki norasmiy ish sabab odam o'ziga tegishli pulni vaqtida olmasligi mumkin. Shuning uchun avgust oyida pensiya tushgach, uni oldingi oy bilan solishtiring, uni rasmiy ma'lumotlarini tekshiring. Tushunarsiz holat bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'z huquqingizni bilsangiz, hech kim sizni chalg'ita olmaydi. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda shunday inson bo'lsa, izohlarda yozing. Sizda avgust oyida pensiya oshdimi? Miqdor to'g'ri tushdimi? Qanday muammoga duch keldingiz? Men izohlarni o'qib, keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga javob beraman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Bu mavzularni birgalikda kuzatib boramiz.